Salom do'stlar, bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib turganlaringdek Springki o'yinini o'ynaymiz do'stlar. Do'stlar, uyda hech kim yo'q. Men bir o'zim zerikmaslik uchun shu o'yinni o'ynashga qaror qildim. Bir o'zim emas, sizlar bilan, sizlar meni oldimda, sizlar men xursandman. Do'stlar, agar kommentda qanaqadir video komment yozsangiz, men 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mana shu 20 tadan shuni birinchi qavatdan ikkinchisini qo'ying, ikkinchi qavatdan beshinchisini qo'ying deb yozsanglar, keyin shunday hammasini qo'yib shunaqa qo'shiq hosil qilib ko'rishga harakat qilaman va sizlarning qo'shiqlarini eshitib baholaymiz, yoki yoqadi yoki yoqmaydi. Do'stlar, video boshlashdan oldin bitta like bosib qo'yinglar va hozir o'zida obuna bo'lganga meni Roblox akkauntim bor, ana shuni berib yubormoqchiman. Qani do'stlar, birinchi o'yinni eshitib ko'ramiz qanaqa o'yin ekan. Men boyagi joyda yozgandim, Spring o'yin bo'ladi yaqinda deb. Men o'shani o'ylabman. Buni ko'rib ko'ramiz. Buni tekshirmoqchi. Yaxshi bo'la. Bu ham bo'la kerak bo'ladi. Yo. Kanalga obuna bo'linglar, tezroq bo'lsanglar. Katta rahmat sizlarga. Xayr, video tugadi. Yaxshi ekan, qani? Yaxshi. Aka, asavingiz buzilmasin. Aka, xo'p, urushmang, aka. Aka, urushmang. Aka. Mana shu trend bo'lib ketganimcha. Yaxshi. Aka, tinchlik qolib ketgan. Aka, tishingiz og'riyaptimi? Tishingizni davolatirib kelaymi? Ha? Aka, qo'rqmang. Yaxshi. Quyosh aka, baxting. Birinchi sinf bolachalar qo'shing. Men 5-sinfman. Gapir. Aka juda labini qichitib gapiryapti. Yaxshi. Uni ko'zqariga toshib ketyapti. Ko'rdinglar? Yaxshi. Mana shu robot joyimcha qo'shiq aytish kerak. Hello, would you like to have some fun with us right now? Come on, go sing along with us in this fun time. Hello, would you like to have some fun with us right now? Come on, go sing along with us in this fun time. Bo'lganmi? Mencha ish bilan mashg'ulishgan. Hey. Yaxshi. Mana chatdan aytda bo'lyapti menga. Yaxshi do'stlar, lekin mana nimaligini bilaman men do'stlar, buni qo'ymayman hali. Videoning ikkinchi qismi chiqishini xohlasalaring, mana shuni qo'yib, sizlar bilan
qilamiz do'stlar. Qani birinchi qani qo'shiq yarasak bo'ladi. Nechta berdi? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Короче, mana shudagi hammasini qator-qator qo'yib chiqaman. Qisib tur. Gapirmay tur. Yaxshi. Ashuni qator-qator qo'yib ketikchi. Yaxshi, mana shungacha qildikmi? Hello, would you like to have some fun with us right now? Come on, go sing along with us this fun time. Hello, O'zim qo'yib chiqaychi, buni kerak bo'ladi. Ham kerak bo'ladi. Buni qo'yamiz, baraqqa qo'yamiz. Yaxshi o'q chiqara. Do'stlar, ChatGPT'dan so'rab ko'ramiz. Sprunkida qanday qilib zo'r qo'shiq Sprunk Funk? What the? Короче. Tushunmadik do'stlar. Do'stlar, keyin yana bitta narsa bor. Qaranglar. Mana shu yerlarda ham bor. Mana shu yerdagilarni ham tekshiramiz do'stlar. Agar keyin qismlar chiqishini xohlasanglar, qilamiz.
Mana shuni hammasini yaxshi ko'rib chiqardik deb o'ylayman. Sprungga ketib o'tamiz va videoni tugatamiz sizlar. Xafa bo'lish yo'q, okey? Ha? Xitoylar men nimani bosdim? Sprungi Kids. Bilmas. Do'stlar, videoni tugatamizmi? Nada o'ylaysizlar do'stlar? Mayli do'stlar, akalar, agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Biz yana uchrashamiz keyingi videolarda. Xayr do'stlar, obuna bo'linglar.